Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Vatni fabrikani ro'parasi. Mana ko'rishingiz mumkin, Vatni fabrikani ro'parasidan to'g'ri ichkariga kirganimizda 3 ta ko'ndalang dom bor do'stlar. Birinchisi emas, ikkinchisi emas, uchinchisi ikkinchi podez, 5-qavatda joylashgan bizning kvartiramiz. Uyimiz 5 qavatli domda 5-qavatdan 2 xona, 3 xona qilingan, 6 metr verandasi bor, 67 kvadrat metr. Remontlari yaxshi, jihozsiz sotiladi. Shu uyni sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beray, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishingiz mumkin. Uyimiz narxi 28 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joy bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, katta yo'lni bo'yidan to'g'ri ichkariga kirib kelyapmiz. Aytib o'tgandek, ko'ndalang domlarimiz bor. Bizniki 3-domda do'stlar. Hop, holati zo'r, remontlari yaxshi. Farg'ona shaharida ichida kadastr hujjatlari bor. Bu hududda kommunikatsiya tizimidan umuman muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, Wi-Fi tizimlari, TV kabelgacha bor ekan do'stlar. Endi uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari yaqin. Katta yo'lni bo'yidan boringki, ana bir 100 metr yokida 150 metr ichkarida xolos. Tinch hudud, lokatsiyasi zo'r. Agar sizga Farg'ona shahar Vatni hududidan chiroyli faizli kvartira zarur bo'lsa, ushbu kvartirani taklif qilaman. Ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib xarid qilishlaring mumkin. Men qo'limdan kelgancha obzor qilyapman, xato va nuqsonlaridan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Uyimizni 1 dan 5 gacha son bo'yicha baholab qo'yinglar do'stlar. Endi uyimizni oldida nimalar bor degan insonlarga, uyimizni oldida mashinaga, parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. O'rta podezda joylashgan uyimiz skvoznoy holatda, orqa oldi tomonda derazalari qarab turibdi do'stlar. Toza hudud. Mana ko'rishingiz mumkin, podezlarimizni eshiklariga yetib keldik biz do'stlar. Hoslar bilan birgalikda ichkariga kirib, podez qismlarini va kvartiramizni planirovkasini birgalikda ko'zdan kechiramiz va uyimizga chiroyli sayohat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb podez qismlariga kirib oldik. Podezlarni ham ko'rib turibsiz, toza holatda, yaxshi. Qo'ni-qo'shnilari zo'r deb aytishyapti. Uy egalari pul zarurat yuzasidan ushbu uy sotuvga chiqyapti ekan do'stlar. Bir xilga odamlar bor, nima uchun sotilyapti ekan deydi. Har bitta insonga pul zarurat bo'ladi, shuning uchun sotiladi. Xo'p, kirdik proxod hol qismiga. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Holati yaxshi, devorlar aboy qilingan, taylari laminat pol bo'lgan. Ichki eshiklarimiz holatlari zo'r do'stlar. Bu kirish qismi eshigi, kirganimizda proxod hol qismlari. Endi sizlar bilan birgalikda ketma-ketlikda xonalarni ko'zdan kechiramiz. Bularda hojatxonasi alohida, mana ko'rishingiz mumkin, aristonlarimiz bor. Bu tomonda mana sanuzel qismi. Sanuzelda hojatxonasi alohida. Aytib o'tgandek, uyimiz 2 xona, 3 xona qilingan. Bu joy avval oshxona bo'lgan, hozirgi kunda bolalar xonasi sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Va shu xona orqali 6 metr verandaga o'tamiz. 6 metr verandaga o'tganimizda uyimizni oshxona qismi chiqqan. Ko'rishingiz mumkin, romlarimiz do'stlar Aquaplast qilingan. Shu 6 metr verandamizni devorlarini dekor plast bilan qoplab qo'yishgan ekan do'stlar. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona o'sha eshikdan kiraverishdagi o'ng qo'ldagi xonaga o'tamiz. Bu kattalari yotoqxonasi do'stlar. Mana holatini ko'rib turibsiz. Remontlari gapsiz bo'lishi mumkin emas. Romlarimiz Aquaplast qilingan. Holati yaxshi do'stlar. Bu yerdan chiqamiz, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamiz bu tomonda joylashgan. Uyimizni mehmonxona qismi. Mehmonxonamiz ham remontlari yaxshi, devorlar aboy qilingan. Holatiga mana o'zlaringiz baho berib turibsizlar do'stlar. Manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar Vatni hududida do'stlar, 5 qavatli yangi planirovkali domda 5-qavatdan 2 xona, 3 xona qilingan 67 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu faizli kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Uyimiz naqd pulga sotiladi. Narxi 28 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta o'tib beradigan joyi bor. Ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha obzor qildik, xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda uyimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 1 dan 5 gacha son bo'yicha baholab qo'yinglar va videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, shunaqangi kvartira izlayotgan do'stlarga, tanishlarga podelitsiya qilib tarqatib qo'ying. Bizni YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan kuzatib borishlaring mumkin. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azizbek va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi videogacha xayr.